Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Momaqaldiroqlar filmini spoilersiz tahlil qilamiz. Ammo filmning boshlanishidagi introsini o'zgarganini aytsam bo'ladi. Odatiy introda qasaskorlarning suratlari ko'rsatilardi. Bu safar esa qo'riqchining komikslardagi suratlari ko'rsatildi. Menimcha ko'pchilik bu filmni aynan mana shu yangi qahramon uchun ko'rishdi. Sentry, yangi qo'riqchi Marvelning eng kuchli qahramonlaridan biri. Agar qiziqsangiz, men u haqida alohida video qilganman. Momaqaldiroqlar filmini esa Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Tez orada o'zbek tilida ham chiqadi. Balki chiqqan bo'lishi ham mumkin. Kanal havolasi video ostida. Komiksda qo'riqchi qasaskorlar jamoasi tuzilishidan oldin ham qahramonlik qilgan, ammo filmda uni ancha yosh qilib ko'rsatishibdi. Bu komiksga zid, ammo mening qarshiligim yo'q. Filmdagi asosiy yovuz esa qo'riqchining qorong'u tomoni, ya'ni Void bo'ldi. Avvalgi videolarda men bu yovuzni zulmat deb atagan edim, ammo o'ylab qarasam Void so'zini bo'shliq deb tarjima qilish to'g'ri bo'ladi. Treylerda u ko'p marta ko'rsatilgandi, shunday ekan bu ham spoiler emas. Marvel bunaqa kuchli super qahramonni bo'sh qo'ymasligi aniq. Katta ehtimol bilan biz uni Thor bilan to'qnashuvni Qasaskorlar 5 filmida ko'ramiz. Filmda qo'riqchining o'zi ham Thor bilan kuch sinashishga qiziqayotganini aytdi. Qolaversa, Louis Pullman ham buni aytgan. Bir tomondan qo'riqchi bu filmda faqat super askarlar bilan jang qildi. Thor esa 8 ta filmda qatnashib juda kuchli raqiblarni yenggan. Ammo qo'riqchining qobiliyatlari ancha ko'proq va mukammalroq. Albatta komiksdagichalik emas, ammo baribir qoyil qoldim. Shunday ekan u Thorni yengishi mumkin. Xullas, Qasaskorlar 5 filmda qo'riqchini kutib qolamiz. Momaqaldiroqlar filmining bosh qahramonlari esa Natashaning singlisi Yelena Belova, Chumol odam filmidagi Arvoh qiz, Lochin va Qishki askar filmidagi Jon Walker, hamma taniydigan Baki va Alexey. Menimcha yana kimdir bor edi, ammo yodimga kelmadi. Xullas, ular birgalikda yangi qahramonlar jamoasiga aylanishdi. Ular juda mahoratli, tajribali, biroz shafqatsiz va biroz kulgili. Film komediya bo'lib qolmagan, ammo hazillar yetarlicha. Bir qancha ta'sirli sahnalar ham mavjud. Ammo to'g'risi menga jang sahnalari kamlik qildi. Shunaqa bo'lishi avvaldan ma'lum edi. Axir qo'riqchi filmda kim bilan ham jang qilishi mumkin. Shu sababli uning jang sahnalari kam. U ko'proq ukalari bilan o'ynayotgan katta akaga o'xshaydi. Balki xafa bo'lmasin, lekin u oddiy super askar. Qo'riqchi esa Supermandek kuchli va qo'shimchasiga sochlarining rangini ham o'zgartira oladi. Superman havas qilgan bo'lardi. Bundan tashqari uning filmda ko'rsatilgan kuchi hali hech nima emas. Ishonavering, uning qobiliyatlari ancha ko'proq. Komiksda u metallni magnetodan ham yaxshi boshqaradi va odamlarning ongiga kirish bo'yicha Professor X dan ham o'tib ketadi. Yagona nozik tomoni esa ruhiy holatining mustahkam emasligi. Har zamonda miyasi aynib sayyorani yo'q qilishni xohlab qoladi. Ba'zida esa o'zini yosh boladek tutadi. Shu sababli Valentina uni osongina alday oldi. Aytgandek, Valentina Allegri de Fontaine yoki Fontaine xonim bu filmda juda aqlli va ayyor qilib ko'rsatilgan. Hammasini aytmayman, lekin filmning oxirida uning qilgan ishi hattoki ayyor Lukining ham miyasiga kelmagan bo'lardi. Juda aqlli va ayyor siyosatchi. U hattoki Qizil Xalqning Washingtonda qilgan ishlaridan ham o'z manfaati yo'lida foydalandi. Sam Wilson o'zicha qasaskorlar jamoasini tuzayotgan bir paytda Valentina jamoani qanday to'plash kerakligini ko'rsatib qo'ydi. Agarda multserialining 3-mavsumida boshqa olamdagi Alexey va Qishki askarning jamoaviy harakati ko'rsatilgandi. Filmda esa Alexey Bakiga biz yaxshi jamoa bo'lishimiz mumkin edi deb aytdi. Filmda qayg'uli sahnalar ham bor va rejissyor ularni ko'rsatishning zo'r usulini topibdi. Umuman olganda film menga yoqdi va bu Kapitan Amerika 4 filmidan 1000 marta yaxshi. Faqat jang sahnalari kamligi chatoq bo'libdi. Qasaskorlar 5 filmiga ishora qiluvchi detallar ham ko'p. Endi hamma yangi filmlarda Qasaskorlar 5 ga aloqador belgilar ko'p bo'ladi. Qasaskorlar 5 filmini ilk bor e'lon qilishganida 2025-yilning may oyida chiqishi aytilgandi. Ya'ni biz hozir Qasaskorlar 5 filmini ko'rayotgan bo'lardik. Lekin rejalar o'zgardi va film keyingi yilning may oyiga qoldirildi. Ungacha faqat taxminlar va ishoralarni tahlil qilamiz. Menda bitta qiziq fikr paydo bo'ldi. Qasaskorlar 3 filmida Thanos kelishidan oldin Qasaskorlar 2 ga bo'linib bir-biri bilan jang qilishayotgandi. Bu safar ham shunday bo'lishi mumkinmi? Chunki maxfiy urushlar komiksidan oldin Qasaskorlar bir-birini yomon ko'rib qolishgan. Filmda ham shunday bo'lishi mumkin. Buning ustiga rejissyorlar ham o'sha aka-uka russolar. O'tgan safar ham ular Kapitan Amerika va temir odamni urushtirib qo'yishgandi. Nima deb o'ylaysiz? Qasaskorlar orasida janjal chiqadimi? Thor va qo'riqchi jangida kim g'olib bo'ladi? Loki yana o'ladimi? Momaqaldiroqlar filmi sizga yoqdimi? Xullas, fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Filmni esa Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Kanal havolasi video ostida. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.